Nima bu? Ma'bud. Buni Shivaning aravasi g'ildiragini singan parchasi deydi. U esa bu meni shaxsiy buyumim deyapti. Ma'bud ibodatxona quringlar demoqda. Pike esa ibodatxonani buzinglar deyapti. Kimni aytganini qilishimiz kerak? Ma'budnimi? Yoki unimi? U o'zi qachonlardir sariq dubulg'a kiyib, mana bu qog'ozlarni tarqatar edi. Avvaliga Ma'bud yo'qolib qoldi dedi. Keyin bo'lsa Ma'bud tovlamachi deb jar soldi. Balki ertaga Ma'bud o'ldi ham der. O'g'lim, nima xohlaysan o'zi? Ma'bud yo'q dunyonimi? Sen insonlarning qayg'usini ham yo'q qila olasanmi? Nonga zorlar bor, uysiz darbadarlar, gaplashishga do'sti yo'qlarchi. Qanchadan qancha odamlar umidsizlikdan o'z joniga qasd qiladi. Buni asosiy sababi ularning ishonadigan narsasi yo'qligidan. Agar ular ma'budni g'azabidan qo'rqib, yaxshi bo'lishga intilsa, manglayiga xol qo'yib ibodat qilsa, qo'liga tabarruk iplar bog'lab e'tiqod qilsa, ularning hayotida umid yashaydi. Sen kimsanki ularning e'tiqodini, ishonchini tortib olsang, insonlarni ma'budga nisbatan ishonchini tortib olishga qaror qilgan ekansan, uning o'rniga nima bera olasan? Xo'sh? Yo'q, u tinmay takror va takror noto'g'ri raqam deb takrorlaydi. Bugun hammaga tushuntirguncha, to'g'ri raqaming qanday bo'ladi o'zi? Xo'sh? Ayt. Shunday mo'tabar odamlar bu yerga yig'ilgan. Ayt bizga. Tapasviji mutlaqo to'g'ri gapiryapti. Bir-birda nonga zor bo'lgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Yashash uchun boshpanamiz yo'q edi. Do'stimiz yo'qligidan o'ksingan paytlarimiz ham bo'lgan. O'sha paytda bizning yagona himoyachimiz bor edi. Har kuni ertangi kunimiz yaxshiroq bo'lishiga ishonardik. Tangriga bo'lgan ishonch inson qalbida umid uyg'otishi rost. Muammolarga qarshi kurashib, ruhan kuchli bo'lasan. Lekin menda bir savol bor. Ha, shu savol meni qiynayapti. Qaysi ma'budga ishonish kerak? Haykalgami? Men esa noto'g'ri deyman. Hammamizni bitta Tangri yaratgan. Ikkinchisi bo'lishi mumkin emas. Bizni yaratgan Tangri haqida ko'p ham aql ishlatavermaylik. Aqlimiz ojizlik qiladi. O'zimizcha ma'bud yasab, pastkash, surbet, soxta va'dalar beruvchi, faqat boylar qatorida yuruvchi, kambag'allarga qiyo ham boqmaydigan, manfur, faqat so'zlar bilan qo'rqituvchi odamlar ham bor ekan. Mening to'g'ri raqamim juda oddiy. Bizning hammamizni faqat yaratgan boshqaradi. Hammamiz uchun umumiy yaratgan buyuk pok Parvardigor. Unga sherik yo'q. Sherik ham bo'lishi mumkin emas. Men shunday deb o'ylayman. Ha, shunday. Siz o'zingiz tanlagan ma'budni olqishlaganda men indamay qarab o'tirarkanman-da. Biz o'z Tangrimizni himoya qilishni bilamiz. Sen o'z haykalchangni himoya qilasanmi? Sen, ha? Bu juda kichik sayyora. Koinotda bundan 1000 chandon katta sayyoralar bor. Sen esa mittigina sayyorada, mo'jazgina shaharchadagi kichkina ko'chada yashab turib, butun boshli koinotni himoya qilmoqchimisan? U sening himoyangga muhtoj emas. U o'zini himoya qila oladi. Chunki butun dunyoni himoya qiluvchi yagona yaratgan bor.